Ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan savollarga javob berishni davom ettiramiz. Navbatdagi savolimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Skuterlar uchun A1 toifali haydovchilik guvohnomasi joriy qilinibdi. Menda B toifasidagi haydovchilik guvohnomasi bor. Skuter haydash uchun men ham A1 toifali haydovchilik guvohnomasini olishim shartmi? Yo'q, siz A1 toifasidagi haydovchilik guvohnomasini olishingiz shart emas. Sababi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-sonli qarorining 2-qism B bandida A, B, C, D toifadagi avtotransport vositalaridan birini e'tibor qarating. Ushbu toifalarning bittasi boshqarish huquqini beruvchi milliy haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan shaxslar A1 kichik toifadagi transport vositalarini, ya'ni skuterlarni to'g'ridan-to'g'ri boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, siz hozirgi kunda istalgan toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan skuterlarni boshqarishingiz mumkin.